Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixar Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 5-sentabr kuni Germaniya federal parlamentida muhojiratga butun vatansuvar qarindoshlarimizni cheksiz so'yindiradigan va iftixorlantiradigan zo'r bir tarixiy hodisa yuz berdi. Dünya Uyg'ur qurultayining va qurultay Berlin ishxonasining uzun yillik tirishchanligi natijasida Germaniya federal parlamentida Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan har qaysi partiyalarga mansub 10 nafardan ortiq jasur va insonparvar parlament a'zolarining boshlamchiligida Germaniya federal parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi qurib chiqildi va Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raisligini Germaniya Hör Demokratlar partiyasiga mansub parlament a'zosi Peter Hayt apandi bilan Germaniya Sosyal Demokrat partiyasiga mansub parlament a'zosi Darya Naxbauer xonim o'z ichiga oldi. 5-sentabr tushdan burun Germaniya federal parlamentida o'tkazilgan va Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Iso apandimning ichilish nutqi bilan boshlangan Uyg'ur do'stlik guruhining qurilish murosimiga mazkur do'stlik guruhining har qaysi partiyalarga mansub parlament a'zolari, Dunyo Uyg'ur qurultayining markaziy asosli rahbarlari, shundaqla Berlin, Myunxen va Yevropaning har qaysi ellardan kelgan qarindoshlarimizdan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashdi. Hozir qadar Yevropa parlamenti, Amerika, Kanada, Fransiya, Yaponiya, Tayvan, Angliya parlamentlarida maxsus Uyg'ur do'stlik guruhlari qurib chiqilgan bo'lib, Germaniyaning qo'shilishi bilan Uyg'ur do'stlik guruhlari qurilgan parlamentlarning soni 8 ga yetib bordi va Dunyo Uyg'ur qurultayi bu xil do'stlik guruhlarining sonini uzluksiz oshirish va bu orqali Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga qarshi xalqaro besimni yana oshirishga g'ayrat qilib kelmoqda. Qurultay raisi Dolqin Iso apandim marosimni qilgan so'zida Uyg'ur xalqi uchun zo'r tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan Germaniya federal parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishi uchun bir qancha yildan buyon tinimsiz tirishchanlik ko'rsatib kelgan va bu jarayonda ishki, tashqi besim va turli to'salg'ularga qaramasdan oxirgi hisobda Uyg'ur do'stlik guruhisini vujudga chiqargan Peter Hayt, Darya Naxbauer boshchiligidagi parlament a'zolariga butun Uyg'ur xalqi nomidan alohida rahmat aytadiganligini ifoda qilish bilan birga Germaniyaning bo'lsa Xitoyning zulmidan qochib kelgan ko'plagan Uyg'urlarni bag'riga bosganligini, Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarining Germaniyada erkin harakat qilish va erkin yashash huquqidan bahramand bo'lib kelganligini, Uyg'urlarning xalqarodagi vakillik organi hisoblangan Dunyo Uyg'ur qurultayi markaziy organining Germaniyaning Myunxen shahriga joylashganligini eslatib o'tdi va Germaniya federal parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishining Sharq Turkiston xalqi uchun intayin qimmatli va ahamiyatli bir sovg'a ekanligini, buning Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga duchor bo'layotgan Uyg'ur xalqiga qaytadan umid va ishonch baxsh etganligini bildirdi. Dolqin Iso apandim so'zining oxirida Germaniya federal parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining barliq a'zolarini bu yil 30 oktyabrdan 31 oktyabrgacha Yaponiyada chaqirilgan Uyg'ur masalasi bo'yicha xalqaro parlamentarlar yig'iniga qatnashib berishga taklif qildi. Germaniya federal parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raislaridan Peter Hayt, Darya Naxbauer va boshqa parlament a'zolari qilgan so'zlarida o'zlarining har zaman federal parlamentda irqiy qirg'inchilik uchrayotgan Uyg'ur xalqining ovozi bo'lishga tirishadiganliklarini va Germaniya federal parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarorining qabul qilinishi uchun g'ayrat qildiganliklarini ifoda qildi. Marosimda Yevropa Uyg'ur madaniyat markazining san'atkorlari va Germaniya Uyg'ur madaniyat va ma'rif birlik tashkiloti tarkibidagi Uyg'uriya maktabining o'quvchilari mo'l mazmunliq nafs san'at nomerlarini ko'rsatib, parlament a'zolarining qalbida taxt qurdi. Yamanay buldu vay buldu
Marosim oxirida yana Germaniya Federal Parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining a'zolariga Uyg'ur taomlari taqdim qilindi. Marosim oxirlashgandan keyin parlament zalidan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Isa apandim Germaniya Federal Parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishining tarixiy ahamiyati haqida to'xtalib mundaq dedi. Xo'sh, hurmatli Dolqin Isa apandim, bugun Germaniya Federal Parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishining tarixiy ahamiyatiga qanday baho berasiz? Rahmet, bugün Uygurlar için tarihi bir gün. Uygur milli hareketimiz için tarihi bir gün diyeleyimiz. Çünkü Germaniya Avrupa İttifakı'nın bir motoru buluş süptü bilen ve Germaniya parlamentosu başka parlamentlardan her xil sebeplerle farklı bir parlamento. Bir yerde Amerika'nın, Avrupa İttifakı'nın, Fransa'nın, İngiltere parlamentleri okşaş. Yani bu milletin psikolojisinin bunun rol oynaydı, tarihi geçmişin rol oynaydı. Bunda asan bir nesne vücudka çıkılı olduğun bir orun memez. Ama nihayet bir kançılık bir faaliyetlerinin bir kançılık yapılan tirişçalıklarının neticesi de bugün bir yerde Uygur Dostluk Grubu muvaffakiyeti kuruldu. Onun için bu ne biz Uygur milli hareketindeki, Uygur siyasi hareketindeki bir devri bölgüç, bir gün de karayalayımız. Hem de bu günden vücut çıkış için bizim Berlin işhanımızın müdürü Gayur efendim, bizden İva Hanım, Erkin Zun'un kardeşimiz, Zumrata yani Dünya Kurultayı'nın merkezdeki ve Berlin işhanındaki kadınlarının yıllardan beri yapılan hizmetlerinin neticesi yaşlılarının meyvesi dep karayımız. Siz köpten köp rahmet. Marosimdan keyin Germaniya Federal Parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raisi Darya Naqbaur xonimi stansimizning ziyoratini qabul qilib, o'zining yurak so'zlarini izhor qildi. Hürmetli körümenler, bizninki hazır ziyaret kılmakçı olan aziz mehminimiz bolsa, bugünkü kurulgan parlamentteki dostluk grupsininki, qo'sh reislerininki biri Darya Naqbava hanım buldu. Öncelikle Darya Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim interviewimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür. Şu an bütün Uygurlar, diasporadaki, Evet. özellikle Almanya'daki Uygurlar size çok saygı duyuyorlar. Almanya parlamentosunda Uygurlar için yaptığınız hizmetlerden dolayı. Öncelikle onlar da merak ediyorlar. Bugün de burada herkesin de haberi olduğu gibi Uygur Dostluk Grubu kuruldu. Onun da eş başkanlarından biri de sizsiniz. Bu Uygur Dostluk Grubu kurulma süreci hakkında ve nasıl kuruldu? Bu hakta bize kısaca bir bilgi verir misiniz? Tabii. İlk önce buraya geldiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Bugün benim için çok önemli ve çok mutlu bir gün. Bu dostluk grubunu kurmak için arkadaşlarla beraber ve sizlerle de beraber 2 yıldan fazla çalıştık ve sonunda sonucunu bugün görüyoruz. Uygurların çektiği çilenin Alman Demokratik Parlamentosu'nda bir ses bulması bizler için, benim özellikle insan hakları politikacısı olarak bir ses veya bir yankı yeri bulması çok önemli. Çünkü Uygurların çektiği gerçekten bu baskıyı dışarıya vermemiz lazım. Ve o yüzden bugün çok mutluyum. Sizlerle beraber çalışmaktan çok mutluyum. Güzel bir gün bizler için. Çok teşekkür ederim. Ben öncelikle bunu çevireyim. Hürmetli körürmenler, ben hazır Darya Hanım'ı ziyaret kılgaç. Sorgan sualım şu, bugün dostluk grubu kuruldu. Ben ibadetim yukarı dep ötkendek. Dostluk grubu kuruluş jarayonida qo'sh reyestrinin birisi Darya Hanım şu. Bu dostluk grubusi qanday kuruldu? Bu dostluk grubusi qurilish jarayonida qanday bosqichlar biz o'tdinglar degan haqda savol sordum. Men oldida bergan javob bo'lsa, Germaniya federal parlamentida insan haqlarini qo'g'dug'ichi bo'lgan bir siyosatchi bo'lish sifati bilan Uyg'urlarningki tatiyotgan azob oqibatlariga jimjit turib olmay, uningki ularning tatiyotgan azobining, tatiyotgan zulmiga bir ovoz bo'lishninki o'z uchun to'liq muhim va sharafli bir ish ekanligi haqida to'xtaldi. Evet. Gerçekten bundan sonra umarım hep birlikte belirli bir planla çalışırız, yakın projeleri görüşürüz ve Uygur dilinin, kültürünün,
hayatının özgür bir şekilde Almanya'da yaşamasını hep beraber sağlarız inşallah. Çok teşekkür ederim. Bundan keyingi dostluk gruppasi qurilgandan keyingi qadam bosqichlarda bo'lsa, yana vaqtning o'tishiga ergashib bu haqda planlarni tuzamiz. Uyg'ur tilini, Uyg'ur madaniyatini texmo yaxshi rivojlantirish va qo'g'dash uchun bo'libmi Germaniyadagi Uyg'urlarniki ko'p xizmatlarni qilamiz dedi. Başka demek istediğiniz, eklemek istediğiniz bu soruya başka bir şey var mı? Cesaretinizden dolayı sizi kutluyorum. Gerçekten çok çalışkan bir toplumsunuz ve genelde veya çoğu zaman bizi hatırlattığınız için de çok teşekkür ediyorum. Çünkü siz olmasanız bu grup bugün kurulmazdı. Sağ olun, var olun. Siz de var olun, sağ olun. Aldı bilen sizlerninki Uygur milletininki intayin cesaretli bir millet ekanliginglar meni hakikaten qayil qildi, ta'sirlantirdi. Sizlar hem bek tirishchan bir millet bo'libmi sizlar bu kemkaygacha bizga uzluksiz biz bilan ko'rishib mushu jarayonlarni boshdan kechirmagan bo'lsak, ya'ni uzluksiz bizni undab turmagan bo'lsanglar, bugungi do'stlik guruhisimi qurilmagan bo'ladi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Her vaqt, her joyda aziz bo'linglar degan javobni berdi. Daryo xonimga bu yerdan Uyg'ur xalqi nomidan ko'pdan ko'p rahmatimizni bildiramiz. Öncelikle size Uyghur halkı adından, Kurultay adından çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olun, var olun. Sağ olun. Hammaga ma'lum bo'lgandek, Germaniya faqat Yevropa birligida emas, balki dunyoda Xitoyning eng zo'r savdo sheriklarining biri. Gerçi Yevropa Birliği'ne a'zo davlatlardan Belgiya, Fransiya, Gollandiya, Chexiya, Litva parlamentlari, shundaqla Yevropa parlamenti Uyg'ur irqi qirg'inchiligini qabul qilib, maxsus qaror qabul qilgan bo'lsa-mu, afsuski Germaniya federal parlamenti bu vaqt qaror qabul qilishdan o'zini qochirib kelgan. Faqatla Xitoyning Sharq Turkiston yurgizayotgan qilmishlarini og'ir darajadagi kishilik huquq tajovuzchilik qilmishi deb qaror qabul qilgan edi. Germaniya federal hukumatı yaqinda yangi Xitoy strategiyasini e'lon qilgandan keyin Germaniya hukumatining va har qaysi siyosiy partiyalarning Xitoyga bo'lgan pozitsiyasida zo'r darajada o'zgarish bo'ldi. Ve ilgari Xitoyni sherik davlat yoki hamkorlik ichidagi davlat deb atagan bo'lsa, yangi Xitoy strategiyasidan keyin Xitoyni Germaniyaga xirs qilayotgan raqib davlat deb atashga boshladi. Bu fursatni ching tutgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi Germaniyaning yangi Xitoy strategiyasi e'lon qilingandan keyin federal parlamentdagi Uyg'urlarni qo'llab kelayotgan parlament a'zolari bilan bo'lgan dialog va uchrashuvlarni kuchaytirdi. Ve oxirgi hisobda Germaniya federal parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhi qurib chiqildi. Ankara'nın Etimesgut rayonunda 1 sentabr başlanğan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin her qaysallardaki Türk cemiyetlerinin ve Türkiye'nin 81 vilayetinin vekilleri ve Ankara'lik tamaşbınlardan bulup 100 minglagan ziyaretçi qatnaşqan 25. növbetlik Xalqaro Türk Dünyası Anatoliya Medeniyet ve Sanat Festivalining 4. günüde, yani 4 sentabr günü Ankara Etimesgut rayonluq hökumət bilen Dünya Uyg'ur qurultiyi birlikte Sharq Turkiston kechisi faoliyat o'tkazdi. Festival başlanğan günden itibaren festival meydaniga Dünya Uyg'ur qurultiyi vaqfisi tarafidan Uyg'ur madaniyat san'at buyumlari bilan bezalgan maxsus Uyg'ur chedir qurilgan ve Dünya Uyg'ur qurultiyi Ishki ishlar komitetining sobiq mudiri ve qurultayning Türkiye vekili Xayrullo Efendigil efendimning bevosita riyosatchiligida qurilgan Uyg'ur chediri tomoshabinlarning qizg'in olqishiga sazovor bo'lgan edi. Türkiye'deki Uyg'urlar mazkur festival ta'sis qilingan 20 yildan buyon izchil turda qatnashib kelayotgan bo'lib, bu qatim Dünya Uyg'ur qurultiyi vaqfisi tarafidan ta'sis qilingan Uyg'ur chedirida nuqtali qaldi Dünya Uyg'ur qurultiyining barliq kelish jarayoni va maqsadi, qurultayning xalqaro siyosiy sahnalarda ilib berayotgan faoliyatlari, shundaqla Uyg'ur masalasining xalqarodagi yangi yuzlanish qatorliq temalar tonishtirildi va bular mazmun qilingan rasm ko'rgazmasi ochildi. 4 sentabr festivalda o'tkazilgan Sharq Turkiston kechisi faoliyatiga 100 minglagan tomoshabinga xitoban so'z qilgan Dünya Uyg'ur qurultiyi Turkiya vakili Xayrullo Efendigil efendim, Xalqaro Türk Dünyası Anatoliya Medeniyet ve Sanat Festivali ta'sis qilingan 20 yildan buyon mazkur festivalda asorat ostidagi Sharq Turkiston xalqining yurak sadosini butun Türk dunyosiga anglatish uchun Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlariga sharoit va fursat yaratib bergan Ankara Etimesgut rayonluq hukumatga bütün Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytadiganligini ifoda qilish bilan birga, navbatda mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan Turkiya xalqlariga irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyat yurgizayotganligini amaliy misollar bilan tafsiliy izohlab o'tdi.
va dunyodagi butun turkiy xalqlarni o'zlarining qon va din qarindoshlari hisoblangan sharq turkistonliklarga haqiqiy yo'sin ega chiqishga, xitoyning uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun xalqaro shakllangan birlik sapga aktivlik bilan ishtirok qilishga chaqirdi. Sharq Turkiston kechiligida Dunyo uyg'ur qurultiyi vaqfisining raisi Abdurashid Abdulhamid apandim tarafidan Anqara Atimas Qutoroyliq hukumatning Millatchi harakat partiyasiga mansub boshlig'i Anvar Demirali apandimga Dunyo uyg'ur qurultiyi raisi Dolqin Isa apandim nomidan tashakkurnoma, Sharq Turkiston bayrog'i va do'p taqdim qilindi. Abdurashid Abdulhamid qilgan so'zida Uyg'urlar uchrayotgan zulmni bir qancha kalima bilan anglitib bo'lolmaydiganligini ifoda qilish bilan birga, har zaman Uyg'ur xalqining sodiq qo'llag'uvchisi bo'lib kelgan va tarixiy ahamiyatga ega bu zo'r ko'lamli festivalga sohibxonlik qilib kelayotgan Anqara Atimas Qutoroyliq hukumatining mas'ullariga va Anqara xalqiga Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida rahmat aytadiganligini bildirdi. Festival boshlangandan buyon Anqara Atimas Qutoroyliq hukumatining Millatchi harakat partiyasiga mansub boshlig'i Anvar Demiral, hokimiyat beshidagi Adolat va taraqqiyot partiyasiga mansub parlament a'zosi Zeynab Yıldız xonim va Turkiyadagi har qaysi siyosiy partiyalarning mazkur rayondagi vakillari bas-basda Uyg'urchilarni ziyorat qilib, o'zlarining Sharq Turkistonlik qarindoshlariga bo'lgan qo'llashini ifoda qilishdi. 1-sentabr boshlangan bu festivalga Qirg'iziston, Ozarbayjon, Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Shimoliy Siprus Turk Jumhuriyati qatorliq davlatlarning vakillari ishtirok qildi va Turkiyadagi 81 viloyatning yerlik madaniyati tanishtirildi. Festivalga yana Iroq turkmanlarga, Gretsiyadagi turklarga, Qrim tatarlarga vakolatan ularning tashkilotlari ishtirok qildi. Bu turkiy millatlar 10 kun bo'yicha o'zining tarixini, san'atini, madaniyatini, urf-odatlarini va butun madaniyat boyliqlarini tanishtirdi. O'tgan yili 8-ayning 31-kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq alohida komissari Michel Bachelet ishxonasi doklad e'lon qilib, Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa musulmonlarga yurgizayotgan vahshiyliklari insoniyat qarshi jinoyat shakllantirishi mumkin deb yakun chiqargan edi. Bu dokladning e'lon qilinganligining 1-yillik munosabati bilan 31-avgust kuni Dunyo uyg'ur qurultiyi, Uyg'ur harakat tashkiloti, Xalqaro kechirim tashkiloti, kishilik huquqni kuzatish tashkiloti qatorliq ko'plagan tashkilotlar orqa-orqadan bayonot e'lon qilib, BDTning bu dokladni e'lon qilib qo'yish bilan cheklanib, Sharq Turkistonda yuz berayotgan insoniyat qarshi jinoyatlarni to'xtatish uchun hech qanday amaliy ish qilmaganligini qattiq tanqidlash bilan birga, navbatda Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikning davom qilayotganligini, BDTning cho'qim Xitoyning jinoiy qilmishlari uchun hisob so'rash lozimligini ta'kidlashgan edi. BDT kishilik huquq oliy komissarining ishxonasi 31-avgust Sharq Turkistonning vaziyatiga yuqorqi tashkilotlarning chaqiriqiga ifoda bildirib, Xitoyning mazkur rayondagi kishilik huquq dafsanchiligining javobgarligini surishti qilishga davomli harakat qilayotganligini aytgan. BDT kishilik huquq oliy komissarining ishxonasi 31-avgust Fransiya agentligiga Xinjiang vaziyati yangi kishini andishiga soladi degan. BDT kishilik huquq oliy komissari ishxonasining bayonotchisi Ravina Shamdasani Fransiya agentligiga ilxat orqali avatgan yozma inkosida bizning dokladimiz o'ttirib qo'yilgan baholashdagi qonun va siyosatlar yanada kuchga ega deb ko'rsatgan. U yana bizning 2022-yilgi baholash dokladimizda javobgarlik tortish kerakligi aniq o'ttirib qo'yilgan. Biz oshkora va o'zaro uchrashuvlarda davomli uning orqasida turamiz degan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 9-ayning 3-kuni Twitterda uchur yo'llab, o'tgan yili 12-oyda Xitoy doiralari tomonidan tutqun qilingan Kamila White'ni qo'yib berishga chaqirgan. Dunyoviy ta'sirga ega ijtimoiy aloqa tori Twitterda e'lon qilingan bu chaqiriqda mundaq deyilgan. Bugun Kamila White'ning 20 yoshga kirgan tug'ilgan kuni. Bu qutlug' kunni u turmada emas, balki o'z oilasi va universitetdagi do'stlari bilan o'tkazish kerak edi. Biz Xitoy Kommunist partiyasini Kamilaning insonlik huquqi va erkinligiga hurmat qilishga, nahaq qamalgan kishilarni darhol va shartsiz qo'yib berishga chaqiramiz. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Kamila White'ning tutqun qilish masalasiga izchil ko'ngil bo'lib bo'lib, bu yil 4-ayning 20-kuni Roziyat munosabati bilan Twitterda maxsus yozma e'lon qilib, Xitoy doiralaridan Kamila White'ni shartsiz qo'yib berishga chaqirgan edi. Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining aniqlashicha, Kamila White xonandagi Shangchi sanoat institutining o'quvchisi bo'lib, 2022-yil 12-dekabrda qo'lga olingan va oshqo'llikni targ'ib qilish jinoyati bilan 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Kamila White Xitoyning ijtimoiy aloqa supsi bo'lgan Undidarda Xitoyning namoyish to'g'risidagi sin ko'rinishni ham bahirlaganlik uchun tutilgan bo'lib, hozir Qashqardagi Mush ayollar turmusida qamoqliq ekan. O'tgan yil 11-oyda Urumchida yuz bergan o't fojiasidan keyin Urumchi va Xitoyning 10 necha shaharda yuqumni nolga tushirish qamal siyosatiga qarshi namoyish olib berilgan bo'lib, bu namoyish qatnashgan Xitoy yoshlarining tutilib so'roq qilinganligi ma'lum bo'lgan edi.
Ammo Xitoy doiralari Kamila White'ni namoyish haqida video tarqatdi degan arzimas bahona bilan ig'ir jazolagan. Bu yil 8 oyning 25 kuni Xalqaro kechirim tashkiloti Kamila White haqida maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoy doiralaridan uni qo'yib berishni talab qilgan edi. Ular bayonotida Uyg'urlar va boshqa Turkiya xalqlarining jamiyatda bo'layotgan ishlarga fikr bayon qilish huquqining yo'qligini, agar ifodalab qolsa Xitoy hukumati tomonidan nohaq va ig'ir usulda jazolanganligini qattiq ayblagan edi. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza oluşunu unutmang. Xeyir xoş.